Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin. Ko'plab o'zbekistonlik ota-onalar uchun sifatli ta'lim-tarbiya, zamonaviy o'quv jarayoni va o'quvchilar erishayotgan yutuqlari bilan yaxshi tanish bo'lgan Aljabr maktabi o'zining 3-filialini Chilonzor tumanida ochdi. Shu vaqtgacha maktab Sebzor va Yunusobod filiallari orqali faoliyat yuritgan bo'lsa, endilikda Chilonzordagi yangi maskan yana 400 nafarga yaqin bola uchun sifatli ta'lim olish hamda Aljabr o'quvchisi degan sharafli nomga ega bo'lish imkonini beradi. Bir xil forma ostida turgan bu bolalar turli maktab, turli hudud va turli oilalardan kelgan bo'lishi mumkin, ammo bugundan boshlab ularni birlashtiruvchi umumiy maqsad va umumiy nom bor. Xo'sh, ularning Aljabrdagi ilk kunlaridan taassurotlari qanday? Xo'p, birinchi kundan taassurotlaringiz qanaqa? O'rtoqlar orttirdingizmi, o'qituvchilar yoqdi, maktab qanaqa ekan? Zo'r. Aljabr maktabiga 2-sinfga keldim. O'qituvchilar zo'r. Nimasi yoqdi maktabda? Bittada kirishingiz bilan. Kirishim bilan anonisi ma'mula yoqdi. Yaxshi, hammasi chiroyli. Deyarli rasmlarni chiroyli. Shu ustozlarga ham rahmat. Menga hammasi yoqdi. Ustozlarim yaxshi. Aljabrga keldim, yaxshi ekan. Ustozlar xulqi yaxshi ekan, bolalarga yaxshi tarbiya berishar ekan. Keyin yaxshi ovqatlar berishar ekan. Avvalgi maktabimda ovqatlar berishmardi, bu yerda berishadi ekan. Ta'limi zo'r ekan, o'shanga o'qishga keldik. Maktab haqida birinchi taassurotingiz qanaqa bo'ldi? Kirishingiz bilan yangi do'stlar, yangi o'qituvchilaringiz haqida aytib bering bizga. Bu yerda qonun birinchi o'rinda turadi ekan. Men 3-sinfman, menga mana shu maktab juda yoqdi, chunki yaxshi o'qitar ekan. Men bu yerga bilim uchun keldim. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Yangi filialning ochilishi o'quv yili allaqachon boshlangan, ikkinchi chorakning qizg'in pallasiga to'g'ri keldi. Shunga qaramay 100 nafarga yaqin ota-ona farzandi aynan Aljabr maktabida o'qishini tanladi. Bu maktabga bo'lgan ishonchning navbatdagi tasdig'i bo'ldi. Aljabr maktabi haqida qayerdan ma'lumot oldingiz va farzandlaringiz uchun aynan nimaga Aljabr maktabini tanladingiz? Aljabr maktabini tanlashimiz birinchi asosi bir kun Istanbuldan kelib qoldim. Adashmasam bir 15 kun oldin. Qarasam, bir ham tarbiyali bolalar tushib kelishyapti. Medallar qo'lida, kubik qaradim. O'zimiz o'zbek bolalar. Keyin xodimlardan so'radim, nima bu? Bugun nima kun desam, shu bolalar Dohada sovrin olib, kubik olib yutishibdi. Mashaq ilmli bolalar Aljabr degan maktabga qiziqdim. Umuman tanmasdim o'zim. Bir oy oldin umuman bilmasdim. Men ko'rganlarim bu yerda 2 yil oldin, 3 yil oldin tanigan uchun olib keldim deyapti. Hamma shuncha qiziqdim, qaradim, keyinchalik o'qisam Yunusobodda joy yo'q, Sebzorda joy yo'q. Qarasam yangi maktab ochilgan ekan. 1-sinfga o'g'limni olib keldim, 3-sinfga qizimni olib keldim. Istanbulda o'qishgan ular. Istanbuldan to'g'ri bu yoqqa ko'chirdik keyin. Bu biz uchun baxt. Avvalambor bularga rahmat. Biz bolalarimizni loyiq ko'rib maktabga olishgani uchun. Ilk kuni olib kelgan kunimizda shunaqa ustozlarning tarbiyasini ko'rib, to'g'risini aytsam, o'zim ham o'qigim kelib ketdi. Ota-onalar suhbatida ko'rdim. Avvalambor ota-onani birinchi o'qitish kerak ekan, bizga ta'lim berishinglar kerak ekan deb qolishdi ota-onalar. Ustozlarni umuman ta'riflashga tilojiz. Bolalarning tarbiyasi hammasi ilmli, sertifikatli, hammasi bilimdon. 2 yil oldin bu maktabga o'g'limni berganman. Yaxshi natijalarga erishdi. Xudoga shukr, Dubayga safarlarga ham borib, oliy o'rinlar olib keldi. Endi xudo xolisi Fransiyaga borishmoqchi. U yerda jiyanlarim ham o'qiydi. Endi Chilonzor filiali lokatsiyasi yaqin bo'lgani uchun o'rtancha farzandimni ham shu maktabga berdim. Sinovdan o'tgan, yaxshi maktab bo'lgani uchun, har doim gapirgan gaplar amalda bajarilgani uchun, ko'rganimiz uchun yana shu maktabga berdik bolamizni. Har doim yaxshi natijalar kutamiz. O'zlari aytganlaridek, eng kamida 12 ta sertifikat kutyapmiz, xudo xolisi. Aljabr maktabini o'zi eskidan kuzatardim. Sebzor filialini ham, Yunusobod filialini ham kuzatganman. Faqat bizga ozgina manzili uzoqlik bo'lgan. Tartiblarini o'rganganimda bolalar kechga qolishi mumkin emas deganda shu joy ozgina menga qiyinchilik tug'dirgan. Chilonzor filiali ochilishini ko'rganim bilan zag'ot yetib keldim. O'g'lim 9-sinflar, o'zlari ham qiziqib, kuzatib, bolalarni erishayotgan yutuqlarga havas bilan keldilar. Alhamdulillah, endi ulardan ham katta natijalar kutib turibmiz. Bugun sahnaga chiqqan o'g'il bolalarimizga ham, qiz bolalarimizga ham juda havasim keldi.
Xudo xohlasa, nasib bizni ham shu yil oxirigacha O'zbekistonda qaysiki sertifikatlar bo'lsa, milliy sertifikatimiz bormi, Yevropa sertifikatlari bormi, hammasini qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. Shunga kuch bog'ladik. Va Matluba Ahrarovnaga katta rahmatimni aytaman. Bizga yaqin joyda yana bitta filial ochganlari uchun va shunaqa chiroyli tadbirlarni uyushtirib berganlari uchun. Nima sababdan aynan nabirangizni o'qitish uchun Aljabr maktabini tanladingiz? Bugun bizni nabiramni Aljabr maktabiga olib keldik. Buni sababi ko'p eshitgan edik bu maktab haqida. Bir kun kelayotganimizda yo'lda shu formada ikkita o'quvchini ko'rdikda, qizim aytdiki, "Oyjon, men bilan Aljabrda o'qir ekan, havasim kelyapti" dedi-da. Keyin aytdimki, "Va yaxshi niyat qilgan, biz ham beramiz Xudo xolasa" dedikda. Mana bugun Chilonzor tumani ochilgan ekan, bizga nasib qildi. Endi faqat bolamdan chiroyli natijalar kutib qolaman. Ilohim omadini bersin. Avvalambor Allohim bu yerga ustozlarning sabab chiqsin. Juda ham bugun ta'sirlandim. Hozir yig'in juda ham chiroyli bo'ldi. Oxiri bilan meni suyuntirsin inshaalloh. Sizdachi birinchi kundan taassurotlar qanaqa? Maktab haqida, o'qituvchilar haqida va sizdan xudo xolisa qanaqa natija kutaylik endi? Assalomu alaykum avvalambor. Bugun meni Aljabrda birinchi kunim va bugun meni hissiyotlarim juda yaxshi. Maktab menga juda ham yoqdi. Men xudo xolisa shu maktab bilan kelajakda katta sertifikatlar, IELTS, milliy sertifikat, SAT kabi sertifikatlarni olishni niyat qilganman. Ikkinchi chorakning boshlanishi Aljabr uchun nafaqat yangi filial ochilishi, balki o'quvchilarning qisqa muddatdagi yuksak natijalari bilan esda qoldi. Faqat sentyabr-oktyabr oylarining o'zida 18 nafar Aljabr o'quvchisi xalqaro sertifikatlarga ega bo'ldi. Aljabr xususiy maktabi yangi o'quv yili 2-chorakida qo'shaloq bayram bo'ldi. Bu Chilonzor filialining ochilishi, undan tashqari 2 oy natijalari sarhisobini oladigan bo'lsak, xalqaro darajadagi ACCA sertifikatlarini shu 2 oy ichida 18 nafar o'quvchilarimiz qo'lga kiritishdi. Buni taqdirlash uchun mintaqaviy ACCA delegatsiyasi kelib, ACCA yo'nalishi bo'yicha o'qitayotgan va aynan shunday natija qilayotgan O'rta Osiyo bo'yicha hozirgi kunda yagona maktab ekanligimizni e'tirof etib, tabriklab, har bitta bolamizga sertifikatlarni o'zlikda taqdirlab ketishdi. Hozirda Toshkent shahrida 3 ta filialimiz bor, Yunusobod, Sebzor va mana 3-filialimiz Chilonzor filiali hisoblanadi va Chilonzor filiali bu Sergeli tumaniga, Chilonzor o'zi Toshkent tumanlaridan juda ham ko'p takliflar bo'lgani uchun shu tumanda ham yangi filialga asos soldik. O'ylaymanki, bu filialning ham natijalari qolgan filiallardan ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Chilonzor filialida ham xuddi Aljabr ixtisoslashgan fanlari, matematika, fizika, ingliz tili, IT va 9-sinfdan boshlab esa kasbga yo'naltiriladi. Kasb, moliya, IT. Moliya milliy standartlar va xalqaro standartlar bo'yicha o'qitiladi va bu bolaga kelajakda 11-sinfni bitiriboq ishlash imkoniyatini beradi. Hozirgi vaqtda Chilonzor filialiga aynan farzandlarini bermoqchi bo'lgan ota-onalar uchun e'tirof etmoqchiman. Bizning maktab ustuvor tarafi farzandingiz 5-sinf bo'ladimi, 6-sinf bo'ladimi, 7-sinf bo'ladimi, qaysi sinfda bo'lishidan qat'iy nazar biz bilimlarini tekshirgan holatda qaysi bilim darajasida bo'lsa, shu bilim darajasidan o'qitishni boshlaymiz. Agar uni bilim darajasi pastroq bo'lsa, ya'ni o'sha bilim darajasi yoki yuqori bo'lsa, yuqori, ya'ni bizda guruhlash metodikasi asosida o'qitiladi va shu asnoda bola o'zini tengdoshlari orasida o'zini bilimsiz his qilmaydi. Bu esa 9, 10, 11-sinfda ularni yaxshi mutaxassis bo'lishiga, chunki moliya sohasini va IT sohasini o'rganish uchun fundamental bilim, bu matematika va ingliz tilida fundamental bilimlar juda ham mustahkam bo'lishi kerak. Fundamental bilim esa Aljabr maktabida 5-sinfdan 8-sinfgacha o'rgatiladi. Yangi filialning ochilish marosimi maktab uchun yana bir muhim voqea. SSC delegatsiyasining Aljabr maktabiga tashrifiga ulanib ketdi. Delegatsiya vakillari o'quvchilarni shaxsan tabriklab, ularning xalqaro darajada tan olingan sertifikatlarini o'z qo'llari bilan topshirdi. Здравствуйте, меня зовут Жанна Искенова, глава ACCA по Центральной Азии. Bugun biz Aljabr maktabiga borib, Foundation in Accountancy dasturi bo'yicha hamkorligimizni davom ettirish memorandumini imzoladik. Aljabr ACCA ning maktab darajasida integratsiyalangan dasturini muvaffaqiyatli joriy etgan ilk hamkorimiz. Bu dastur o'quvchilarga ACCA malakasini maktab davridayoq boshlash imkonini beradi. Bugun biz ushbu dasturning 2-bitiruvchilar guruhini tabrikladik. Birinchi bitiruv may oyida bo'lib o'tgan bo'lsa, bugun 7 nafar o'quvchi Foundation in Accountancy diplomini oldi. Bu Markaziy Osiyoda o'z o'rniga ega bo'lgan noyob tajriba.
Buxgalteriya bo'yicha Foundation xalqaro darajada tan olingan boshlang'ich diplom bo'lib, o'quvchilarga pullik amaliyotlar va moliya bo'limlaridagi boshlang'ich lavozimlarda ishlash imkonini beradi. Bu ularning keyinchalik ACCA a'zoligiga yo'l ochadigan ilk mustahkam qadamidir. Это большое достижение и, наверное, беспрецедентное партнерство, реализованное в рамках Центральной Азии. Первая школа, которая имеет выпускников Foundation in Accountancy. Men Aljabr maktabiga 8-sinfda kelganman. Birinchi bu maktabga kelganimda men umuman moliya haqida va buxgalteriya haqida umuman tushuncham bo'lmagan. Bu maktabga kelganimda bizda moliyaviy hamma savodxonlikni rivojlantirishdi. SSC, xalqaro buxgalteriya, ya'ni bu va milliy buxgalteriyani ham o'rganamiz biz. Olgan sertifikatim F1 Business and Technology. Bu hozirgi zamonda eng oxirgi standartlarga javob beruvchi moliyani bir sohalaridan bittasi. Bu sertifikatni men yaqinda noyabr oyida oldim va bu meni birinchi F sertifikatim. Hali kelajakda yana F'lar olamiz. Chunki masalan 3 ta F olsak, Foundation diplomini tugatib, ikkinchi kursdan kirsak bo'ladi. Moliyaga yo'naltirilgan universitetlarga va xalqaro universitetlarga. Agar 9 tasini olsak, bakalavr diplomini shunday o'qimasdan olishimiz mumkin. Va shu sababli biz faqat F'larga hozirda qaratilganmiz. Men shu 7 tani olmoqchiman iloji boricha. Agar yana ham ulgursam 9 tani olib, srazu Oxfordgina diplomini olmoqchiman. Aljabrga 2 yil oldin kelganman. 3-noyabrda F3 dan sertifikat oldim. Bu sertifikat kelajakda University of London universitetiga imtihonsiz kirishga yordam beradi va bundan tashqari xalqaro buxgalteriya sohasida xorijda ishlash imkoniyatini ham yaratib beradi. Boya aytib o'tgan University of Londonga kirmoqchiman, chunki bu universitet ACCA sertifikatlari bilan 1 yilda bakalavr diplom olishlikka imkoniyatini beradi. Shu imkoniyatni men foydalanmoqchiman. Universitetni bitirgandan keyin Big Four kompaniyalarida ish yuritmoqchiman. Chilonzordagi yangi filialning ishga tushishi, o'quvchilarning qisqa muddatdagi yutuqlari, SSC delegatsiyasining tashrifi, bularning barchasi Aljabr maktabining O'zbekistonda sifatli xususiy ta'lim bo'yicha yetakchi o'quv maskanlaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin.